Assalomu alaykum. Beruni yaxlar. Bugun 1-may 2026-yil. Sinagoglarimizni yana bir qisqacha ko'rgazib o'tamiz. Birinchi adresni aytib o'tsam, bu yog'imiz Bo'ston Pavorot. Bo'stondan kelish. Bo'stondan Beruniydan kelsa bo'ladi. Bu yog'imiz Xayrli Pavorot. Bo'ston Pavorot bilan Xayrli Pavorotning o'rtasida yana bo'lganimiz ko'rinib turibdi o'zi. Yo'lning bo'yinda. Yana bo'lganimiz mana qurib bordi o'zi. Bu yo'l tarafdagilar qurib bordi polni. Bu yoqdagilar undan keyin chiqqan salgana. Üst taraf qurib bordi, asti qurmagan edi. Bu yerda latok o'g'illar bor mana. Ularni zakazga chiqaramiz. Ganchadan kerak bo'lsa, shunga qarab chiqaramiz. Penabulkarimiz bor mana. 2000-3 mingga yaqin penabulkarimiz bor. Bu yoqda перегородкali penabulkamiz bor. Ular mana qurib turibdi yo'l tarafdagilar. Перегородкаlar mana. Qalliq 12 sm. 12ga 30-60 bo'ladi. Qurib turibdi bular ham. Ovozini eshitsangiz bo'ladi. Bularning bahasini aytib o'tsam, bular 10 ming so'mdan. Beruni bo'lib dastlabki aytib beramiz. Bular 16 ming so'mdan. Dastlabki qilib beramiz bulardan. Ovozidan bilsa bo'ladi o'zi. Qatdimi, bo'shmi? deb ko'p odam so'raydi mana. Ovozini o'zi aytadi. Telefon nomerni ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar. Adresni tushunmaganlar uchun telefon etsanglar, lokatsiya tashab beraman, shunga qarab kelaverasizlar. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Yozaverasizlar. WhatsAppdan, Telegramdan. Hozir mana 100 dana so'rov edi, shuni operatorimiz bu yerdan yuklargan. Unga kerak bo'lsa dastlabki ketib beramiz bu yerni bo'ylab. Telefon qilaverasizlar.